Sizlarga hozir bitta narsa aytib beraman. Mani gruzinka o'rtog'im bor edi, ismi Nuna. Burnini renoplastika qildiruvdi. Renoplastikadan keyin borib gipsini oldirib, nimadir taqtirib kelgan, burniga leykoplastrga o'xshagan narsa yopishtirib qo'ygan. iPhone 16 telefon ishlatar, tez gapirib beraman. Telefon o'ynab yotganda kechqurun telefon qo'lidan tushib ketgan sirg'anib. Ko'pchilikda bo'lgan bo'lsa kerak bu narsa, menda bo'lgan. Burni pachaqlanib ketgan. Doktorga borsa, o'sha burunda qanaqadir qiqirdoqqa o'xshagan suyak bo'lar ekan, o'sha pachaqlanib ketgan. Sani burningni to'g'rilash uchun qatingdandir qanaqadir suyakni shilib olib yopishtirishimiz kerak deyotgan ekan. Renoplastikadan chiqqan qizlar, ehtiyot bo'linglar, telefon o'ynayotganda pachaqlab qo'ymanglar yana. Borini ham yo'q qilib. Like bosing.